Agar diqqatingiz va e'tiboringiz dabdala qilmoqchi bo'lsangiz, mana sizga top 5 ta maslahat. Birinchisi, ertalabdan kechgacha Instagramda yoki TikTokda qisqa videolarni imkon qadar ko'proq. Ikkinchisi, dars qilayotganingizda yoki birorta muhim ish bilan shug'ullanayotganingizda muzikani imkon qadar baland qilib qo'ying. Uchinchisi, birdaniga bitta ish bilan hech qachon shug'ullanmang. Aks holda siz diqqatingiz juda ham kuchayib ketishi mumkin. Shuning uchun diqqatingizni dabdala qilmoqchi bo'lsangiz, kamida 3 ta yoki 4 ta ish bilan birdaniga shug'ullanishga harakat qiling. To'rtinchisi, hech qachon hech qaysi ishingizni rejalashtirmang, umuman yozmang, faqat xayolingizga nima kelsa shuni qilib ketavering. Beshinchisi, ish qilayotgan yoki dars qilayotgan joyingizni, kabinetingizni, xonangizni, stolingizni imkon qadar bardak qilib tashlang. Kerak emas narsalar ham yotsin, yegan ovqatingizni ham yig'ishtirmang. Qanchalik ko'proq bardak bo'lsa, shunchalik ko'proq diqqatingiz chaladi. Agar diqqatingiz va e'tiboringiz dabdala qilmoqchi bo'lsangiz, mana sizga top 5 ta maslahat. Birinchisi, ertalabdan kechgacha Instagramda yoki TikTokda qisqa videolarni imkon qadar ko'proq. Ikkinchisi, dars qilayotganingizda yoki birorta muhim ish bilan shug'ullanayotganingizda muzikani imkon qadar baland qilib qo'ying. Uchinchisi, birdaniga bitta ish bilan hech qachon shug'ullanmang. Aks holda siz diqqatingiz juda ham kuchayib ketishi mumkin. Shuning uchun diqqatingizni dabdala qilmoqchi bo'lsangiz, kamida 3 ta yoki 4 ta ish bilan birdaniga shug'ullanishga harakat qiling. To'rtinchisi,